Salom bolalar, sizlar bilanman Swix Gamer yangi videoga o'xshayapsizlar. Obunachilar, men yangi qishlog'imga kelib oldim. O'zimda 999-qishlog'imga. Bilasizlar-ku, obunachilar shu qishlog'im borligini. O'shaning uchun qo'yib turdik narsalarni chartishga, urug'larni qo'yib turamiz, yeyiladigan narsalarni. Gilamlar endi bu nima edi? Bu nimaniki edi? Bizga sachoqcha qo'yib qo'yamiz. Velkani barcha bo'lib turadi. Mana bu narsalar bizga kerak yo'q. Tosh orqali hovlini kattalashtirishimiz kerak. To'xtanglar, obunachilar. Kircha, toporlar kerak bo'lishi mumkin. Yo'q, kircha obunachilar. Topor kerak emas, obunachilar. Nima bitta lapatga olib chiqaman-da. Obbo, aytdim-ku men. Mana shunday qo'raman. Keyin mana shunday lapatga kerak bo'ladi. Obunachilar, endi tosh orqali mashina qo'la basta. Endi chiqib ketaver ekanda. Sekin qilishga to'g'ri keladi. Mana shu janoblarga minishdan yetillarim tanimayapti meni ham. Kimsiz balobasmon deydi. Bittasi tanimayman yo'q deganda ina eraman dedim. Obunachilar to'g'ri qilmabman, yozinglar. Sizlar menga obuna bo'lmaganinglar uchun masalan xafa bo'laman. Keyin yangi kanal ochaman-da, nomi sizlar aytmayman. Keyin sizlar video ko'ra olmaysizlar-da, keyin meni xafa bo'lasizlar. O'zinglar birinchi meni xafa qildinglar. Keyin men ham xafa bo'ldim deyman-da. O'zay farqi yo'q endi obunachilar. Oxirgi marotaba aytishim, menga obuna bo'lmagan. Agar boshqa kanal ochaman obunachilar bo'ldi, sizlarga qiziqtirmaydimi? Qiziqtiradimi sizlar obuna bo'lmaganlar uchun kanal nomini aytmayman. Keyin sizlar xafa bo'lib yurasizlar. Keyin o'zinglar aybdorlar qildinglar deyman-da biz ham nima deymiz obunachilar endi. O'zinglar aybdor bo'ldinglar, menga obuna bo'lmadinglar. Sizlar yig'lab uyimgacha kelvorsanglar, yo'q mana deychiman. Shunchalik sevib obunachilarim ham bordirman, balki yo'q. Shunchaki videoda obuna bo'lmasdan ko'rayotgan obunachim bormi? O'shani o'lay yer ittaga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan obunachimni. Men hayotda o'zi 100 ga bo'lish bir umrlik orzuyim obunachilar. 1000 ta orzuyimni amalga oshirishinglar kerak sizlar. Nima qilibdi? Sizlar uchun men video chiqaraman, lekin sizlar menga obuna bo'lmasliklaringiz kerak. Yo'q, obunachilar, buni men hech qachon hisobga olmagan bo'lardim. Shu sizlardan eng katta xatoinglarni shu deb hisoblagan bo'lardim. O'zidan o'zi shunday qilyapsizlar. What? Nima qanday hisobga olish mumkin? O'zidan o'zi. Bizga farqi yo'q, nima polichamizni bunday qilib qo'yamiz, kattalashtirib qo'ysa bo'ldi. Endi nima promenni tayyorlaymiz, bizga farqi yo'q. Elementaridagi hamma narsani tayyorlasa bo'ldi. Do'xtab ketadi-yu, bizga farqi yo'q endi. Shu ichishadi deb o'ylaydilar, bizga farqi yo'q. O'nsan kirib ketaversin. Nima bo'laversin degan narsa bor bizga. Obunachilar, eshitganmisizlar? O'g'limizda ko'tini qisgan boy bo'ladi. Bizlar kimdir obuna bo'lmasdan ana qilyaptilar, boy bo'lmayapti deb yozibdi bittasi. Chunki ukasan balki yaxshi qilsa olmayapsan, shuning uchun shunday bo'layotgandir. Buni meni qizig'i yo'q, men buni topib bera olmayman, kechirasan. Bizga keraklisi mana asfaltda bitta ursam blok bilan sindirib ketadi. Sizlar narsalarimiz bor, shuning uchun. Mana obunachilar, hamma narsamiz bor. Nima bo'lyapti obunachilar, tushunmayman. Ketdi obunachilar, daraxt chopib kelaylik. Kekamizdan adam bo'ldi. Shu 250 ta ko'lab chiqayotgan yomonda. Minecraftga o'zi bilasizmi obunachilar? Biz hayotga qo'l daraxtga sindiramiz desa, daraxtga mincha qirilmasa ham bo'lmaydi obunachilar. Jun kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'ladi chunki gilam to'shaymiz, shunday obunachilar. Mana ular buzib tashlashlik yo'q. Ana endi daraxt chopib, uyimizni kattalashtiramiz, uyda remont qilamiz o'zimizga. Shtillanki, menenkina qilib pashol, nexi edit deyman.
spetsiyalni deyman. Spetsiyalni nima qilishim kerak? Pul beraman desa Edition mayli XL deyman. Buni bilasizlar, bizay pul ishlab o'ynab ketayotganlardanmiz. Nimaga vo olam yo'q. Bittagina yetmabdi-da, harakat. Rasm yasashga bizga narsa bor ekan, demak, chopib rasm olib kelamiz. Voy, janomas, men uyimdan nima qilyapsan? Просто kelgandim. Nima berib turay? Ishta aylan yuribdi. Sen yaxshi yetilagansan. Men tinchib qo'ymayman. Tinchsan nima qilib to'g'nashlar? Bizga endi tayoqchalar kerak. Stop. Tayoqchalar kerak. Mana shundan foydalanamiz, obunachilar. 8 ta bo'ldi. 8 ta bemalol yetadi. Endi biz bundan daraxtchilar yasaymiz-da. Sekin yasaymiz. Ana 1 2 3 4 tayoqchalardan 4 ta yasay olamiz. Bitta mana parking yasadik. Mana obunachilar qanday yonidan netib turibdi, shuning uchun mana bitga zo'ridan ko'tirdan qo'ydik. Nimaga yana bittalik rasm aynan obunachilar qarama. Oladimizda chizyapti, unutish kerak yo'q. Nimaga unutamiz? Balki to'g'ridir, bizga kompyuterda yasab olish imkoni bordir. Qaydan bilamiz obunachilar? Voy. Mana yangi kompyuter XL yasaldi. Obunachilar, biz qaydan bilamiz endi? Uyda qilishdagi narsalardan bir ikkita bordir bizga. O'zi hech balo yo'q ekan. Qo'shimcha qilgandir qaysi biri. Bizga kerakda bor bu. Endi ketamiz. Navbatga birinchi nima qilamiz? Nima qilishingizdan chiqib ketdi obunachilar. Ana endi yarimtalik qilamiz bu bloklarni. Yarimtalik bloklar qani? Yarimtilakmi? Qanaqa tilak obunachilar? Tilakni nima qilaman men? Tilak nima kerak? Nimani pishirib emas, shuncha qo'yib qo'yamiz. Bulardan bizga kerakli narsa bor obunachilar. Bizga bu kerakli narsa mabitdan obunachilar. Mana yo'lcha qurib qo'yamiz o'zimizga, shaxsiy obunachilar. Aynan uyimizga obunachilar, ko'chadagilar o'tib qaytib turadi. Shuning uchun polkacha qilib qo'yamiz. Zerikkanlar qurib turamiz obunachilar. Biz ham mana shu qishloqdan yashashimiz, yashaymizmi yo yashamaymizmi? Qoldirib ketinglar yo shu uyimda yashayman. Sizlar nimaga obuna bo'lmaysizlar? Shuning uchun men yashamayman. Xavfli bo'lib qolmanglar. Chinarsan obunachilar. Bizga eng katta yomon tarafi qo'yib ketaveradi obunachilar. Ana endi bizga eng muhimi nima kerak ekan obunachilar? Yo'laklarni qurib olamiz. Obunachilar endi yo'laklarni qurib olamiz-da obunachilar. Nimadir aynan mana bugun yomon kun bo'lib to'xtaylar obunachilar, eshik yopiladi. Yopsam bo'ldi obunachilar, endi hech kim bizni qilmaydi. Bo'ldi obunachilar, mana bitta. Ana endi mana bitta yopilsa, ana endi mana bitga quramiz obunachilar. 0 baho berasizlar yo qanaqa 0 dan 10ga ball berasizlar-da obunachilar. Kaktel zavod ochgan deganda bo'ldi obunachilar. Kaktel zavod ochgan bo'ldi. Kaktel zavod ochaymi obunachilar? Kommentga yozinglar. Sizlar yozsanglar biz ham mana qilamiz. Janosan tavsiyli. Keyin olamiz tarozimizni. O'zi kirib uxlashimizga to'g'ri keladi obunachilar. Itlar qadrda yo'qaman. Kadr yo'q qildimi? Obunachilar kadr o'chirishdan chiqib ketibdi. Bizga kompyuterimizda ajralsin. Ko'pinga tiqib qo'ydim ekranni. Mana tekshiraylikchi. Bu yaxshi. Bizning qishloqqa tekan izuz kamerasidan o'rganamiz-da obunachilar. Ana endi kirsak bo'ldi. Obunachilar bo'ldi bizning kameradan ko'ryapmiz.
Aha, obunachilar ko'rdi. Stop. Kim o'g'irlayapti? Tushunmadim. Gapiraylik. Assalomu alaykum. Otaxon ko'rmaydi o'yladingizmi? U bolam, meni oilam qiynalgan. Ro'zg'orim yo'q. Senga bir so'm pul berib tursang, xat bilan yozib ketay degandim. Nima qilyapsiz? Komment yozinglar. Mayli otaxon, mayli. Rahmat, bir kun kelib qo'ydiraman. Mayli, o'lmasizda. O'lmayman bolam, umrimni Xudo biladi-ku. Mayli obunachilar, yaxshilik qilib turish kerak. Keka tapurlarni qo'yamiz, mana ikkilar qo'yib turaylik. Hozir biz suvda ajalini qilamiz. Qanaqa suvda ajali? Parazitlarga qarash kerak. Ana endi parazitlarga qarash uchun bizga bitta kitmoncha kerak, bitta kitmon. Lapatkada qarash kerak kelar obunachilar. Bizda mana sinib ketgan pochog'ali lapatka bor. Bu birdan ursam sinib ketadi. Tilla lapatkamiz bo'lib ishlatamiz. Bizga ishlatilmagan bu hali uni bir ursasini ketadi. Yani bir ursasini ketadigan pochog'alidan. Bizga muhim kerak emas hech qaysi. Qaniydi poliz ekanlar, mana shu polizga urib qo'yamiz. Mana bunday qo'yaylik, urib qo'yaylik. Nega urilmayapti yaramas? Tushunmadim-ku. Bizga anenda qo'ydim, yig'ishtirib qo'yamiz. Stop. Tilla shuni desindiramiz, obunachilar. Kreditda sindirdik hozir bu. Bizga bunday qo'ydi. Kecha yaramas, men asabimni o'ynadi, ha. Ana endi men buni ko'rsataman asab buzish nimaligini. Ha, polizin qo'ylaman, yaramas shitil. Asab buzishni qilib. Hoy, nimaga polizimni tutding? Yig'ishtirib berasan. Janob birga arz qilaman. Men ko'rib turibman. Berasan. To'g'risan. Eshitibsanmi? Ko'zing ko'rib obunachilar qo'shish kerak. Nima balo qilib qo'ydik? Obunachilar shuni polizi chichak. O'zim qadam bilibman mana obunachilar. O'zat ko'rdi, men asabimni buzadi. Bizga asab buzish avlodimizda yarashgan. Mana avlod haqida gapiryapsizmi? Obunachilar haqida gapiryapsizmi? Video tinch. Ko'tingni qisibdi desam. Berki desam arom. Ursasanmi? O'ychin ursin. Lanatda shuni ham qattiq urasanmi? Ana ke, qani yaramas, o'ychin ursin. Yiqildimi? Ke yaramas yetil. Ha. Happalaga. Ol. Men o'ychin ursin, obunachilar o'yog'ini sindiradi, tarasasi urdi. Shunaqa qattiq urasanmi? Obunachilar keyingi videogacha xayr, la'natni berki, Avtogonlikka chaqiraman seni. Kichik